Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyadan 19 mingdan ortiq migrant deportatsiya qilindi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Nelegal 2025 operatsiyasi natijasida chet elliklarni chiqarib yuborish va deportatsiya qilish bo'yicha 19 mingdan ortiq qaror qabul qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakili Irina Volk o'zining Telegram kanalida Rossiya Federatsiyasidan chet el fuqarolarini ma'muriy chiqarib yuborish va deportatsiya qilish bo'yicha 19 mingdan ortiq qaror qabul qilindi deb yozgan. Operatsiya davomida noqonuniy migratsiya bilan bog'liq taxminan 4800 va boshqa jinoyatlar bo'yicha 1500 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi xodimlari shuningdek 128 mingdan ortiq qonun buzilishini aniqlagan. Agentlik so'zlariga ko'ra, operatsiyalar FSB, Ichki ishlar vazirligi va QSHTX mamlakatlari vakolatlari organlari xodimlari tomonidan 2 bosqichda amalga oshirildi. Operatsiyaning maqsadi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash va xalqaro guruhlar va jamoalarning jinoiy faoliyatining oldini olish deb aytildi. Moskva viloyatida iqtisodiy faoliyatning ayrim turlari bo'yicha patentlar asosida ishlash taqiqlanadi. Moskva viloyatida 2026-yil 1-yanvardan patent asosida ishlaydigan chet el fuqarolari quyidagi sohalarda ishlashi taqiqlanadi. Spirtli ichimliklar va sigaretlarni sotish, bunga ixtisoslashgan do'konlarda, oziq-ovqat mahsulotlari, avtomobil rassalari, ko'chma qahvaxonalar, muzqaymoq kiosklari, ta'lim, bolalar bog'chalari, maktablar, universitetlar, har qanday ta'lim muassasalari, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar, kasalxonalar, klinikalar, sanatoriylar, madaniyat, sport va ko'ngilochar tadbirlar, teatrlar, muzeylar, kino, fitnes klublar, konsert maydonchalari. Ma'lumot uchun 2025-yilda ham bu sohalarda ishlash taqiqlangan edi. Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi, Qozon, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Yekaterinburg va boshqa shaharlar aeroportlarda migratsiya nazorat punktlari ish boshladi. Hozircha 12 ta ochilgan, keyinchalik temir yo'l vokzallari va avtomobil o'tish punktlarida yaqinda ham ochiladi. Ularning asosiy maqsadi migratsiya qonunchiligini buzgan xorijliklarni aeroportning o'zida aniqlash, ya'ni aeroportda samolyotga minish uchun ro'yxatga o'tayotgan paytda ham hujjatlarni tekshirishlari mumkin. Toshkent-Qozon poyezd qatnovi qayta tiklanadi. O'ztemir yo'l yo'lovchi kompaniyasi 315-316 sonli Toshkent-Qozon-Toshkent yo'nalishlaridagi haftada bir marta qatnov bo'lishini ma'lum qildi. Birinchi reys 21 dekabr kuni Toshkent markaziy vokzaldan Qozonga jo'nab ketadi. Masofa vaqti 2,5 kun. Poyezd tarkibi 7 ta vagondan iborat bo'ladi. Bir vaqtning o'zida 342 yo'lovchiga xizmat ko'rsata oladi. Ma'lumot uchun hozir Toshkentdan Volgograd, Moskva, Chelyabinsk, Samara, Novosibirskka poyezd qatnovlari bor. Joriy yilning dastlabki 9 oy davomida Rossiyaga kirgan chet elliklar soni 1 millionga kamaydi. Hozir Rossiyaga eng ko'p Qozog'iston, shuningdek O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari bormoqda. Bu haqda Moskva Federal xavfsizlik xizmatining chegara xizmatlari ma'lumotlariga tayanib, Moskva FM xabar berdi. Mutaxassislar bunday kamayishni qonunchilikni kuchaygani bilan bog'layapti. Huquqshunoslarning aytishicha, mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan chet elliklar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladigan ommaviy ochiq reyestr yo'lga qo'yilgan. Bu ularga 30 ming rubldan yuqori bo'lgan bank amaliyotlariga, shuningdek nikoh tuzish kabi turli xizmatlardan foydalanishni cheklaydi. Bundan tashqari, chet elliklarni mamlakatdan chiqarish jarayoni tezlashtirilgan va noqonuniy migratsiyani tashkil qilganlik uchun javobgarlik kuchaytirilgan. Rossiya hududida milliy haydovchilik guvohnomalaridan foydalanishning amaldagi tartibi o'zgarmoqda. Shu sababli O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi ogohlantirish bilan chiqdi.
Xorijiy haydovchilik guvohnomalarini tan olish bo'yicha Rossiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining amaldagi milliy haydovchilik guvohnomalari bilan Rossiya Federatsiyasi hududida transport vositalarini shaxsan boshqarish mumkin. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi hududida kasbiy faoliyatini taksi, yuk tashish, yo'lovchi tashish va boshqalar amalga oshirish uchun Rossiya haydovchilik guvohnomasini olish zarur. Bu esa xorijiy haydovchilarni belgilangan tartibdan o'tishni talab qiladi. Putin migrantlarni ishdan bo'shatish asoslarini kengaytirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorijiy ishchilar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish asoslarini kengaytiruvchi qonunni imzoladi. Hujjat Rossiyaning rasmiy huquqiy axborot portalida e'lon qilindi. Endi ish beruvchilar mintaqaviy ish o'rinlari limitini oshirgan migrantlar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega bo'ladi. Ushbu hujjat bilan Rossiya Mehnat kodeksining 327-6-moddasiga o'zgartirishlar kiritilgan. Qonun 2026-yil 1-martdan kuchga kiradi. Tashabbus yangi odamlar fraksiyasiga mansub deputatlar tomonidan Davlat dumasiga kiritilgan. Ularning fikricha, bu ishdan bo'shatilgan xodimlar tomonidan sudga berish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Soxta patent jinoiy ish ochilishiga olib keldi. Ryazan viloyatida yo'l harakati politsiyasi xodimlari Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 38 yoshli migrant boshqarayotgan mashinani to'xtatgan. Hujjatlarni tekshirgan paytida inspektorlar haydovchi tomonidan taqdim etilgan ish ruxsatnomasining haqiqiyligiga shubha qilishdi. Hujjat ekspertizaga yuborildi va sud tibbiy ekspertlar patentning soxta ekanligini aniqladi. Keyinchalik chet ellik fuqaroga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi, deb xabar beradi Ryazan viloyati Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Shuni yodda tutish kerakki, Rossiyada soxta patent yoki boshqa hujjatlardan foydalanish jiddiy jinoyat hisoblanadi. Bunday qoidabuzarliklar jinoiy javobgarlikka, deportatsiyaga va bir necha yil davomida mamlakatga kirishga taqiq qo'yishga olib keladi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Yerxov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda O'zbekiston fuqarolarining Rossiyada mehnat faoliyatini qonuniy va xavfsiz yo'l bilan tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar mehnat migratsiyasi bo'yicha pilot loyihani qayta yo'lga qo'yish masalasida ham fikr almashdilar. Xususan, migratsiya tartib-tamoyillarini, tibbiy ko'rik va rus tili imtihonlarini Toshkent va Jizzaxdagi Rossiya oliy ta'lim muassasalari filiallariga ko'chirish, shuningdek rus tili, tarixi va qonunchiligi bo'yicha o'quv markazlarini tashkil etish rejalari muhokama etildi. Uchrashuvda kasbiy ta'lim tizimida o'qituvchilar va ishlab chiqarish sohasi mutaxassislarini tayyorlashda Rossiyadan pedagog va ekspertlarni jalb qilish masalasi ham ko'rib chiqildi. Muloqotda shuningdek Rossiyadagi migratsiya nazorati va reydlar jarayonida O'zbekiston fuqarolari huquqlarining buzilmasligi va ularga nisbatan adolatli munosabatni ta'minlash zarurligi alohida ta'kidlandi. Tomonlar migratsiya sohasidagi dolzarb masalalarni tezkor hal qilish maqsadida ichki guruh doirasidagi muntazam uchrashuvlar o'tkazib borish haqida kelishib oldilar. Amina ilovasida yolg'on yashash manzilini taqdim etgan chet el fuqarosi Rossiyadan chiqarib yuborildi. Amina mobil ilovasida u yashash joyi sifatida davlat organi binolaridan birining manzilini ko'rsatgan edi. Ammo ushbu holat politsiya nazariga tushgan va tekshiruvda uning bu manzilda yashamasligi aniq bo'ldi va u Rossiyadan deportatsiya qilindi. Rossiya rus tili rasmiy til bo'lgan mamlakatlarda haydovchi sifatida ishlashga borayotganlarning haydovchilik guvohnomalarini tan oladi. Bu haqda Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin parlament quyi palatasining yalpi majlisida ma'lum qildi. Rus tili rasmiy til bo'lmagan mamlakatlardan kelganlarning haydovchilik guvohnomasini tan olmaymiz. Bunda ushbu davlat fuqarolari qoidalar va imtihonlardan o'tishi kerak. Shundan keyingina ularning haydovchilik guvohnomasini tan olish mumkin bo'ladi, deydi Volodin. Shuningdek, Rossiyada chet elliklarning haydovchilik guvohnomasini tan olishda rus tilini bilish asosiy masala ekanini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiyaga borayotgan va u yerda ishlashni haydovchilar uchun bir qator talablar bor. Rossiyaning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, xorijiy haydovchilik guvohnomalari Rossiyada tan olinadi. Ular rus tiliga tarjima qilingan va notarial tasdiqlangan bo'lishi kerak. 196 sonli federal qonunning 25-moddasi 12-bandiga binoan chet elliklar Rossiyada ishlash uchun imtihon topshirishi va rus tilli haydovchilik guvohnomasini tan olishi kerak. Masalan, taksi haydovchisi sifatida.
Rossiyada davlat kvotalari bo'yicha kelgan migrantlar endi mamlakatga kirishda rus tili imtihonni topshirishlari shart emasligi haqida yangi qonun loyihasi qabul qilindi. Qaror Federatsiya Kengashi tomonidan ma'qullandi. Biroq bu yangilik fuqarolarga taalluqli emas. Tibbiyot xodimlari uchun rus tili talabi saqlanib qolmoqda. Tanqidlardan so'ng ular uchun imtihondan voz kechish g'oyasi rad etildi. Voronejda 21 yoshli O'zbekiston fuqarosiga nisbatan tergov yakunlandi. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, u internetda giyohvand moddalar sotishga urinishda ayblanmoqda. Yigit katta miqdorda giyohvand moddalar sotishiga aralashgani iddia qilinmoqda. Tergovchilarning ta'kidlashicha, u may oyida Voronej viloyatida metadon sotadigan guruh bilan internet orqali bog'langan. Avgust oyida u xaridorlarga tarqatish uchun giyohvand moddalarni yashirishga urinish paytida hibsga olingan. Huquqni muhofaza qilish organlari ma'lumotlariga ko'ra, Voronejda 245 ta paket solingan giyohvand moddalar 20 taga yaqin joyda topilgan. Barcha o'rimlar musodara qilingan. Jinoyat ishi sudga yuborilgan.